Yuragim bolam. Yo'qol ketishga bo'lyapti. Katta ho'kizdek bolalarning qilayotgan ishini qara. Yo'qol boshqani uyiga bor. Odamlar chaqalog'ini Mercedes olib chiqyapti. Meni Spark'ga olib chiqasizlarmi? Tug'ilishimdan stress. Menga zararmi shuncha g'am tashvish? Yig'ishdan mehmon-pehmoningni. Keladi yuzimni ushaydi. Boshqa narsani ushasin. Ana ta'sirini ko'rdingmi? Bolaga ta'sir qiladi devdimmi? Ya o'chiring, nima bu ya? Alla bolam. Ya alla ya fonogramma ya YouTube'da qo'yib yotibsiz. O'zingiz bilmaysizmi? Asabiylashma bolam. Davay ayting o'zingiz. Alla ayta. Ya jam sharoit ya ovozda ahvolni qarang. Sal tuxum yutmaydimi ovozga? Qandadan? Dada, bu yoqning o'zingiz ayting, mana ahvolni qarang. Ya onasi esa qaradalik pustoy, qorin och. Men nima yeyman dada? Nima yeyapsiz? Menga endi bitta bering. O'g'lim, senga bu mumkin emas-da. Mana, sen sut ichgin bo'la. Yig'ishtiring qiymika sutni o'zingiz ichasiz. Men onamning sutini ichaman. Ola bitta sut bering, qayb qilib ichaylik. Davay, qorin och deyapmanmi? Uxladimi? Ketdik. Ketinglar. Uxlatib ketinglar. Mana aytdim, onasini yemasin, chillali bola bir o'zi qolyapti. Sizlar ketinglar.